menga zarur bo'lmaganda sendan so'rab o'tirmasdim. Namcha ko'p o'ylanib o'tiribsan? Oyi, hozir menda pul yo'q. Nima qilay, o'zimni sotib beraymi? Vaziyatimni ko'rib turibsiz-ku. Men bilmayman. Hech narsani bilmayman. O'zingni sotasanmi, mashinani sotasanmi, qattan bo'lsa pul top. Endi seni uylantirdim deb nima gapimga qo'shila olmay yuraveramanmi? Yaxshi fikr. Mashinani sotaman. Shu bahonada qarzlarimdan ham qutulaman. O'zi shu bahona senga kerak edi. Yo'q, oyi, o'ylab qarasam, mashina ham bir ro'zg'or ekan. Qarzlarimni, kreditlarimni ham yopib yuborardim. Men aytganmidim senga? Ha? Ogohlantirgandim-a? To'yim bo'lyapti deb ko'p xarajat qilmagin deganmidim. Mana endi ahvol. Kelin olib keladigan mebelni olmayman, hamma xarajatni o'zim qilaman deb katta gapirib karillagan eding. Oyi, mebelda bu nima aloqasi bor? Shularni ham qarzga olding-ku, kreditga olding-ku. Ana endi birma-bir sotib o'tiraver. Oyi, men bir biznes boshlamoqchiman. Agar o'xshasa, sizga ham, keliningizga ham bitta mashina olib beraman. Kelinni qo'ya tur. Qanaqa biznes? Oyi, buyog'i sir. Qolganini boyib ketganimizni bilasiz. Ish qilib o'g'lim, halol ish bo'lsa